Assalomu alaykum. Biz navbatdagi Samarqand fason darvozamiz Toshkent shahar Yangi O'zbekistonga ustanovka jarayoni yakunlangan. Darvozalarimiz full variantda tayyorlangan, shumkali holatda. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, shumkali holatda 1.400.000 so'mdan kvadrat metri, 5 shumka variant 1.200.000 so'mdan chiqadi. Dastavka, ustanovka O'zbekiston bo'ylab. Ishimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqishinglar mumkin. Aziz yurtdoshlar, biz yana bir ajoyib darvozamiz Toshkent shahar yangi tashmiga ustanovka jarayoni yakunlandi. Darvozamiz qisqacha obzor qilib beradigan bo'lsak, klassika variantda tayyorlangan. Darvozamiz o'ta full variantda tayyorlandi. 3 qavatli shumkali variantda tayyorlangan. 2 qavat brusaykiz, 3-chi qavatiga 1.2 ilish ishlatilgan. Ikkala yondori, tegi qismi 10/5 shveler, ruchkalari ham o'ziga yarasha nejniy zubr zamak ruchkalar qo'yilgan. Kraskasi metallический hammer kraska. Ishimiz kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishinglar mumkin.